Assalomu alaykum. Mening ismim Shahina. Men Sariosiyo tumani Gulobod mahallasi 1-sinf 80-maktabda o'qiyman. Mening ismim Muhammad Solih. Bugun biz yaxshilik qilishni niyat qilamiz. Bugun biz onamizga yordam beramiz. Ha. Assalomu alaykum ayajon. Oilam, meni go'zal bolajonlarim. Kirayotganda oyoq kiyimni yechib tartibli qo'yamiz. Yaxshi ish boshqalarga ham o'rnak bo'ladi. Wow, qoyil. To'g'ri. Birlikda ish oson bo'ladi. To'g'ri. Shunday. Men dasturxon yozaman. Men idishlarni olib kelaman. Men supuraman. Shoshilmay, chiroyli qilamiz. Nonni yerga tashlamaymiz. Yaxshi so'z qalbni yumshatadi. Sabr qilamiz. Halol bo'lamiz. Aziz bolajonlar, onamiz biz uchun kecha-yu kunduz mehnat qiladi. Biz ham ularga yordam berishimiz kerak. Uyga kirganda oyoq kiyimni tartibli qo'yaylik. Onamizga shirin so'z aytaylik. Ishlarni yengillashtiraylik. Chunki onaga yordam berish katta savob. Yaxshi farzand bo'lish eng katta baxt. Kelinglar, biz ham onamizga yordam beraylik.